Nishopur bozoridagi holat. Ayni damda Nishopurdamiz. Bu joylarda hayot qaynagan, ilm dargohlari ochilgan, olimlar ko'paygan, mamlakat avvalgidan ham rivojlanib, bozor yanada kengaygan. Biz ham boshqa davlatlardagi singari bu yerda ham tijoriy faoliyat bilan shug'ullanamiz. Bu safar bozorni o'rganish uchun erta tongdan chiqdik. Kun sovuq edi. Ustimizga qalin kiyimlar kiyib, savdo rastalarini keza boshladik. Odamga nafis gilamlar, shohi matolar, gazlamalar, turfa qalamlar, sifatli qog'ozlar, teridan ishlangan buyumlar, mahkam kamon o'qlari, po'lat qilichlar, zo'r ayg'ir otlar alohida zavq beradi. Bilmadim, kitob do'konida qancha qolib ketdik. Shunday nodir qo'lyozmalar borki, bahosi qizil tuyadan qimmat. Bo'yoqchilar va bo'yoq bozorida ham ko'p yangiliklarni ko'rdik. Sifatli bo'yalgan matolarning yuvilganda rangi chiqib ketmas, kiyimning oxori to'kilmasdi. U yerdan chiqib, hunarmandlar bozoriga o'tdik. Bu yerda g'oyat mohirlik va yuksak did bilan yasalgan narsalarni ko'rib, ko'zlar quvnaydi. Ayniqsa ixtirochilarning yasagan narsalari xuddi Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara, Bag'dod, Xuroson, Marv va Mavron nahrdagi ixtirochilarnikidek insonlarning og'irini yengil qilar, ko'p muammolarni yechardi. Uzoqroq yonadigan shamlar, suv inshootlari, quduq qazish moslamalari, yer haydashga mo'ljallangan yangicha omochlar, otning quvvatini tejaydigan aravalar, o't o'rishni osonlashtiradigan o'roqlar, yosh bolalarning yurishini osonlashtiradigan aravachalar, qurilishda ishlatiladigan yangicha g'ishtlar, qumga aralashtiriladigan va g'ishtning mustahkam o'rnashishini ta'minlaydigan moddalar, dars o'tishni osonlashtiradigan yozuv taxtalari va boshqalar. Mana, musulmonlar hatto ixtiroda ham ancha oldinda va doimiy izlanishda. U yerdan oziq-ovqat rastasiga o'tdik. Aylanib yurganimizda Abdulloh birdan to'xtab qoldi. Tezda o'ngga burilib, shaxtam odimladi. Ortidan yurdim. Nariroqda bir kishi usti yupun, sovuqdan qaltirab turardi. Qizish uchun yuklarni tezroq taxlar, birdam tinmasdi. Rahmimiz keldi. Do'stim unga murojaat qildi. Assalomu alaykum. Ustingiz yupun ekan, bir boyning qo'lida xizmatkorligingizni tushundim. Ammo nima uchun undan ustingizga qalinroq kiyim olib berishini talab qilmaysiz? Holingizni bildirmaysiz. Bu ahvolda sog'lig'ingizga putur yetadi-ku. Bu savolga javoban u kishi shunday dedi. Va alaykum assalom. Gapingiz to'g'ri. Ammo xo'jayinim mening ahvolimdan xabardor, ko'rib turibdi. Men unga yana nima dey? Uning javobidan Abdulloh bir urdi. O'tirib qoldi. So'ng qat'iy ohangda so'zladi. O'zini Allohimga topshirib, qattiq g'ayrat qilishni, ibodatdan, mehnatdan to'xtamaslikni bu quldan o'rganish kerak ekan. Zotan Robbim ahvolimizdan, uning xo'jayini undan ogoh bo'lganidan ortiq xabardordir va mehribondir. Xudoyim o'ziga tavakkul qilib, ishlarimizni havola etib, ilmda, ibodatda, tijorat va tirikchilikda bardavom bo'lsak, har g'amimizni ketkazib, har dardimizni aritadi. Siz bizga dars berdingiz. Unga hadyalar yoki pul bermoqchi edik. Qabul qilmadi. Ishida davom etdi. Bir aylanib kelgunimizcha uning ustida qalin chopon, oyog'ida issiq maxsi kalish bor ekan. Karvon uchun yuklarni tayyorlab ortga qaytyapmiz-u, shu orada biror marta so'zlashmasdan, nuqul sukut saqlab, tafakkur qilibmiz. Namozlardan bo'shagan vaqtlarimiz, zikrdaligimizda ham qulning javobini o'ylardik.